Kelinlar qo'zg'aloni filmidagi Abbos roli bilan tomoshabinlar e'tiboriga tushgan aktyor Muhammadjon Rahimov yangi intervyu berdi. U otasining o'limidan keyin kinodan ketishga majbur bo'lgani va bolaligi bilan bog'liq xotiralarini qo'msash haqida gapirdi. Nega filmlarda kam suratga tushasiz degan gapni ko'p eshitaman. Yashirmayman, taklif yo'q. Keyin asosiy faoliyatim televideniya bilan bog'liq bo'lgani uchun o'zim ham rol ijro etishga intilavermayman. Hamma qatori oddiy xodimman. Belgilangan vaqtda ish joyimda bo'lishim kerak. Suratga olish jarayonlari uzoq vaqt davom etadi. Ma'lum reja asosida ishlash qiyin. Ba'zan rollarga taklif etishmayapti deb noliyman-u, ammo bir paytlar o'zim ko'p rollarni rad etganim yodimga tushadi. Erkak kishining doimiy daromadi bo'lishi kerak. Afsuski, kino sohasidagi vaziyat bunday emas. Aslida kinodan chetlashishimga ham shu sabab bo'lgan. Moskvadan oliygohni tamomlab qaytganimdan keyin ko'p o'tmay otasiz qolganmiz. 11 farzandmiz. 8 ta ukam hali juda yosh edi. Onamga yordamlashish uchun ishga joylashganman. Salkam 35 yildan buyon televideniya sohasidaman. Ikki sohani uddalayotgan aktyorlarga havasim keladi. Balki bu mening qo'limdan kelmagandir. 1-2 marta rollarga chaqirishdi. Ssenariyni o'qib, rad etishga qaror qildim. Chunki u rollarning o'ziga xosligi yo'q. Sovchilarni kutib oladigan ota, do'stiga maslahat beradigan erkak yoki shunchaki keldi-ketdi rollar. Yoshim 51 yoshda. Maishiy rollardan qochib, odamlarga manfaat tegadigan rollarni ijro etishim kerak, deydi Muhammadjon Rahimov. Muhammadjon Rahimov syomkalarga yolg'iz o'zi borgani, otasi aktyor bo'lishni istamagani va olgan gonorarlar haqida gapirdi. Aktyor bo'lishimni onam ko'proq istagan. Otam rahmatli prokuratura sohasida ishlashimni orzu qilardi. Keyinchalik bilsam, onam bolaligida aktrisa bo'lishni orzu qilgan va bobom rahmatlik bunga qarshilik qilgan ekan. Dadam kun bo'yi ishda bo'lardi. Onam esa 11 farzanddan ortmasdi. Meni uydan avtobusga chiqarib, qo'limga 15 tiyin pul berishardi. Haydovchiga tushish bekatimni aytishardi. Yolg'iz o'zim Toshkentga qarab kelardim. Gastrol safarlarga ham yolg'iz o'zim borardim. Bir filmning suratga olish jarayoni 3 oy davom etgani uchun shuncha vaqt oilamdan uzoqda bo'lishimga to'g'ri kelardi. Bola bo'lganim uchun gonorarlarimni onamga berilardi. Qancha pul berilayotganiga qiziqmasdim. U paytlari gonorar yaxshi to'lanardi, deydi Muhammadjon Rahimov. Intervyu davomida aktyor 1984-yili suratga olingan Kelinlar qo'zg'aloni filmi bilan bog'liq qiziqarli voqealarni eslab o'tdi. Suratga olish jarayonlari juda qiziq kechgan. Bilishimcha, Abbosning qozonga yashirinish sahnasi improvizatsiya bilan suratga olingan. Melis aka rahmatli mana shu qozonga tushib jim o'tirgin degan. Ammo yoz chillasi bo'lgani uchun tizzamning ko'zi kuyib ketgan. U paytlari bitta sahna qayta va qayta suratga olinardi. Qozonning ichi issiq bo'lgani uchun nafasim qaytib ketgan. Ammo odamlarning yodida qoladigan sahna bo'lgan. Suratga olish jarayonida Nabi Rahimov bilan bo'lgan suhbatim ham yodimdan chiqmaydi. Menga pul berib, gazli suv olib kelishimni so'raganlar. Mashhur aktyor menga ish buyurganidan quvonib, do'konga uchib borib kelganman. Suvni ichganlardan keyin boshimni silab, "Sen ham Rahimov ekansan bolam. Hali shunaqa yaxshi aktyor bo'lasan" degandilar. Men bola bo'lib, eng mashhur va iste'dodli aktyorlar bilan birga ishlaganman. Ular meni har tomonlama tarbiyalashgan, deydi Muhammadjon Rahimov.